Va nihoyat topdim o'sha sumkamni. Endi mana shu sumkaga narsalarni joylayman va chizaman. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va men bugun 100-qishloqqa ketyapman. Ya'ni 97-qishloqdan ko'chib ketyapman desam ham bo'ladi. Unchalik ko'chib emasda. Xullas 1-2 kun o'sha yerda yashab kelmoqchiman. O'shaning uchun hozir bu yerdagi hamma narsalarni sumkaga solaman va keyingi qishloqqa qarab yo'l olaman. U yerda yangi narsalarim bor. O'sha narsalarimni joylashtirib olishim kerak. Ya'ni uyimda remont ishlari olib borishim kerak. Biroz yomon ahvolga tushib qolgan degan xabarlar mengacha yetib kelyapti. O'shani eshitgan holatda hozir o'sha yoqqa bormoqchiman. Ya'ni 100-qishloqqa. Hozir bu yerdan bu narsani olib ketdi. Ya'ni hamma narsani olib ketaman, chunki mana bu lampani sinib ketdi. Buni lampani olib keta olmasligim aniqda ko'nmay tekdim. Mayli. Hozir biror nima qilarman. Xo'sh, mana shu yerga hammasini joylashtiraman va keraklilarini qo'limga olib olaman. Qilish nima tushib ketdi? Okey, mayli. Shu yerda tura tursin, mayli. Inventardan olib qo'yaman. Telefon bu yerga tursin, pul esa kerak emas. Toporni olaman, chunki mana bu yerda sirli joyimda sirli narsalar bor. O'sha sirli narsalarni olib ketishim kerak. Xo'p, bu yerda pullarim, boyliklarim va boshqa narsalar bor. Daraxtni ham olib ketaman, mayli. Balki keyinchalik kerak bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, bularning hammasini shu yerga joylashtirib oldim. Bo'ldi. Endi bu yerdagi kirkani olsam, kirka bilan sindirish kerak albatta buni. Chunki nima bo'ldi? Bunga hisob bo'lmas ekan, mayli. Mashinamni bagajga joylashtirib olaman. O'z bagajga juda ham ko'p narsa ketadi va hech qanaqangi muammo bo'lmaydi, tushib qolish yoki shunga o'xshash narsalar. Agar sumkaga soladigan bo'lsam, sumka yirtilib ketishi mumkin yoki shunga o'xshash boshqa problema ham kelib chiqishi mumkin. Tezroq hammasini solib oldim. Bu yerdan keraklilarni qo'limga olishim kerak, qurol kerak bo'lib qolishi mumkin har ehtimolga qarshi. Xo'p, bu yerda nima narsa qoldi? Bu yerda o'q-dori qolgan ekan. Esimga tushib ketdi. Qurolni qo'limga olganimdan eshikni qulflab ketish kerak bo'ldi. Hech kim ocha olmaydi. Mabodo buzib kirmasa agar, yo'q, o'q-dorilarni bu yerga qo'ymayman. Eshikni, bagajning eshigini yopish kerak. Xo'p, yopilasda yaxshi. Mana bu yerda o'q-dori uchun отдельный joylar bor. Mana shu yerga joylashtirib qo'yaman, bo'ldi. Hozir qishloqdagilar bilan xayrlashib kelaman, keyin esa jo'nab ketaman. Janob, men ketyapman. Xayr. Mayli, yaxshi yetib ol, Jo'xa. Mayli, xo'p. Tak, janob mer bilan ham xayrlashishim kerak. Voy, yetinglar, men ketyapman. Yaxshi bor, bo'pti, sog' bo'l. Mayli. Tak, janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jo'xa, nima gap? Men 100-qishloqqa ketyapman, 1-2 kundan keyin qaytib kelaman. Mayli, oy borib omon qayt. Bo'pti, siz ham yaxshi qoling. Mayli, sog' bo'l. Xo'p. Tak, yangi mashinasi janob merda o'tgan galgi videoda olib bergandim, esinglardami? Chevrolet ketadigan nima edi nomi? Esimdan chiqib ketdi. Voy, jetel, qalaysan? Ketyapsanmi? Yaxshi bor. Mayli, sen ham yaxshi qol. Menimcha hech qanaqa narsa qolmadi va hech nimani unutmadim. Endi esa 100-qishloqqa qarab yo'l olsam ham bo'ladi. Qanunda let's go deb asta-asta haydayman. Xo'p, mana yetib ham keldim 100-qishloqqa. Endi mashinamdan bir amallab tushib olsam, chunki biroz garajga g'alatiroq joylashtirib qo'yibman mashinamni, lekin rostakasim juda ham rasvo qilib tashashibdi uyimni. Bilmayman kim bu holatga solgan, hayronman. Lekin anchagina stop, bu kim bo'ldi? Nima qilgan? Musurxona qilganmi men ketganimda uyimni? Rostdan ham juda ham yomon ahvolga kelib qolgan. Hozir men bu yerdan narsalarimni olsam, keyin remont ishlarini boshlasam ham bo'laveradi. Bu pullarni qayerdan olganimni o'tgan galgi videoni ko'rganlar biladi. Ya'ni Jetel xazinasini topishganim uchun menga bergan edi. Xo'p, bu narsalar hozircha menga kerak emas. Atak, mana bular kerak edi yo'q. Hozircha mayli inventardan olib qo'yayin. Xo'p, bo'ldi. Garajni yopib qo'yamiz. Bo'ldi. Mashinani bagajini yopish esimdan chiqibdi. Endi qanday chiqib ketaman? Albatta garajning eshigini ochaman, chiqib turib qaytadan yopaman va hammasi chotga. Voy, Jetel, bu yerda nima qilyapsan? Qalaysan? Yaxshi, rahmat. O'zing ham yaxshimisan? Men sendan kattaman, nima yasiraysan? Xo'p, nima qilyapsiz? Menga qarochi, mana bu mashinani sotish kerak. Qancha narxi? Narxi berganingni ber, prosta sotsam bo'lgani. Biroz yaxshi mashina emas ekan, lekin kamroq pul beraman. Mayli, berganingni ber, sotsam bo'lgani deyapman-ku. Hozir men senga, ya'ni sizga to'g'ri 3,5 ming hozir to'xtang. $3,000 yo'q, to'xtang, hozir pullarni sanab olayda.
2,5 ming beraman, bo'ladimi? Qanaqa 2,5 ming? Bo'ladi, mayli. Aha, bo'pti, unda olib ketishingiz mumkin. To'xtang, pulni olib keting, men mashinani o'zim olaman. Qochay, o'yin qilma, asabimni buzma o'zi. Uyimni rasvosini chiqarib sanla. Mayli, mashinani shu yerga olib qo'yaman hozircha. Keyin esa garajga solib qo'ysam bo'ladi, lekin garajimga bitta mashina sig'adi-yu. Mayli, keyin yangi garaj quramanmi, nimadir qilaman. Xullas, mashina shu yerda qolsin. Pulim ko'paygandan keyin 2-3 talab mashina olishni boshlar ekanman. Odam kuchayib ketar ekan. Pul ko'paysa odam qitirib ketar ekan, qutib ketar ekan deydi-yu, ana Tyson. Quturib ketaver ekan. Qanaqa g'alati gapiryapman. Hamma yoq rasvo bo'lgan, rostdan ham qaranglar. Sog' omon joyda o'zi yo'q-ku bu yerda. Xo'p, nimadir qilib hammasini sozlab chiqishim kerak, lekin buncha joyni sozlaguncha meni aniq bilaman, sochim oqarib, boshimga nima edi, qushlar uya qurib oladim, bilmayman, nimadir bo'lib ketadi. Xullas, hozir bu yerdan ish boshlayman. Kerak emas narsalarni qo'yib qo'yishim kerak edi-ku-ya. Mana bu qurolim, ikkinchi qurolim qani? Tushunmadim. Ikkinchi qurolimni olib kelmabman shekilli, mashinani bagajga qo'yib ketganmi bilmayman. Qayergadir qo'yib ketgan. Xullas, endi mana bu yerdan ortiqcha bloklarni olib chiqishim kerak birinchi o'rinda. Ya'ni bir xil rangdagi bloklar qolishi kerak. Mana bunaqangi ortiqcha g'alati rangdagi bloklarni yo'q qilib chiqish kerak. Xo'p, bu yerda ham bor ekan, juda ham ko'p. Obbo, kim qilgan bo'lsa ham bor, bilib qolsam yomon qilaman. Juda yomon qilaman. Rasvo holatda uyim rasvo holatda. Umuman bunaqa holatni tasavvur qila olmasdim va lekin hozir ko'rib turibman shunaqa holatda. Iloj yo'q, chunki qaysidir ahmoq shu ishni qilib ketgan, qaysidir tentak shu ishni qilib ketgan. Xo'p, buni yarmini taxtaga aylantirib yuborsam, bir stak taxta bo'lar ekan. Menimcha bir stak taxta ham anchagina joyga yetib qoladi. Buni olib tashlayman. Xo'p, bir chekkasidan endi qo'yib boshlayman, iloj yo'q. Juda ham qiyin bo'ladi-yu, lekin ko'p vaqtim ketadi-yu. Bir amallab 3 kun vaqtim ketsa ham mana shu yerni qayta remont qilib chiqishim kerak. O'zi shu uchun keldim qishloqqa. Lekin menga bunaqa daraxtdan ham bor edi aytgancha. Borini qo'yib chiqani. Okey, yana qayerda bor? Bu yerda bitta qolib ketibdi. Bu yerni ham mana bunaqa oddiy обычный blok qilib yuboraman, oq blok. Okey. Menimcha hech qayerda qolmadi. Xo'p, endi bu yerni ham to'ldirib chiqish kerak. Ya'ni sindirib olgan bloklarimni o'rniga qaytarib qo'yib chiqishim kerak. Sizlar ham mana shunaqa uylarni rasvosini chiqarib ketsa, nima qilgan bo'lardinglar? Qanaqa usulda ularni azoblagan bo'lardinglar? Kommentariy yozib qoldiringlar. Men ularni o'shanaqa azoblashga harakat qilaman, lekin qayerdan topaman hozir kim buni bunaqa qilganini? Aniqlashim kerak, kim bunaqa qilganini. Rasvo qilgan onalarni ko'rib kelsin. Вообще-то boru, musurdan ham battar. Musur Pro Max qilgan. Va biratan pul olmaysizmi? To'xtang, men sizga 25 ming endi qanday olib beraman? To'xtang. Okey. Mana hozir sizga bu pullarni berayda, to'xtang. Olib keting, bu yerda o'tirmang, xo'pmi? Ketaman. Ko'p gapirma, xo'pmi? Ko'p nima, qanaqa ko'p gapiryapman? Keting deyapman birosadak. Yaxshisi o'zim ishimni davom ettira qolay, uyimni remontini judayam aytganimdek rasvodan ham battar qilib tashlagan bor. Buni qanday ta'riflashni ham o'zim ham bilmayman. Mayli, hozir nima bo'lsa ham shu bugunning o'zida hal qilmasam kechasi bilan ishlab chiqishimga keyin to'g'ri kelib qolishi mumkin. Yo, kechasi ishlash menga to'g'ri kelmaydi, lekin iloji boricha kunduz kuni hal qilib yuborishim kerak. Kechasi zombilar bilan yotishni xohlamayman. Bizning qishlog'imizga zombilar kelmaydi-yu. Mayli, lekin baribir jetellar bilan yotish ham pashti zombilar bilan yotish bilan teng, chunki ular ham juda ham rasvo holatda odamlar bilan muloqot qilishadi. Mana bu yerni hozir oddiy toshlar, mana bunaqangi mog'or bosgan toshlarni olyapman-da, o'rniga qanday tosh qo'yaman? Tosh olib kelish kerak o'rniga qo'yish uchun. Hozir bularni hammasini olib bo'lganimdan keyin borib shaxtadan tosh qazib kelaman. Shaxta ham uzoqqa emas, yaqin orada shaxta bor. Xo'p, bo'ldi. Tak, atrofda mana bu yerda ham shunaqa bloklar bor ekan. Yana qayerda ko'rganim? Bu yerda va tepadan chiqib olish kerak-ku bloklarni. Mayli, keyin blok qo'ygan vaqtim olsam ham bo'ladi. Tak, bu tomonda yo'q. Bu yerdan bloklarni olib olaman. Xo'sh, yana qayerda bo'lishi mumkin? Tak, hozir bu yerlarni ham ko'rish kerak. G'alati, juda ham rasvo holatga keltirishgan. Nimaga shunaqa? Bir kun qishloqda bo'lmaganimga, bir kun emas, u bir qancha vaqt bo'lmadim. Menimcha 1 oylardan nari beri 97-qishloq dedim. Qishloqda nimaga shaxtaning ichini bunaqa qilib tashashgan? Shaxtaning ichiga asfalt yotqizishganmi? Asfalt nima kerak shaxtaning ichiga? Men tushunmayapman.
U g'alati bular, rostdan ham g'alati holatga keltirib tashlagan bu qishloqning ichini. Bilmadim, xullas nimadir qilish kerak, lekin aynan nima ekanligini bilmayman. Hozir birinchi aytganimdek uyimni remontini to'g'irlab olishim kerak. Keyin boshqasi asta-asta bo'laveradi. Xo'p, bu yerdan qanday chiqamiz? Mana bu blokdan chiqsa bo'lar ekan. O, dahshat. Uch burchak blok bo'lgani bilan lekin baribir chiqsa bo'lar ekan. Voy, jigar qalaysan? Yaxshi, keldingmi jo'g'i? Ha, keldim, hozir uyimni remont qilyapman. Okey, bu tomonda tepada bitta bor edi. Va hozir mana bu tomonda ham bitta qolib ketgan ekan-ku, men buni olmadim. Bilmadim, ko'rmaganman shekilli. Mana cho'tka. Endi mana bu polni to'g'rilab chiqish kerak. Polni rasvosini chiqardim. Ilma teshik labanov qilib tashladim. Xo'p, mana bu qanday blok? Yashil blok. O'zim qo'yganmanmi vaqtida uni? Bilmadim. Balki o'zim qo'ymagandirman, balki o'zim qo'ygandirman. Uni hozir menga qorong'u, lekin hali kech tushgan yo'q. Kech tushmasdan turib menga qorong'u bo'lgan. Xo'p, bu yerga qo'yamiz, bu yerga ikkitani qo'yamiz, bu yerga bitta mana qo'yib ketish esimdan chiqqan ekan o'shanda. Bu nima qildim? Bitta shu blokni olish uchun derazamni titib tashladim. Mayli, hozir qaytarib o'rniga qo'yib qo'yaman. Xo'p, okey, mana cho'tka. Menimcha, oho, tepani qaranglar, tepani ko'rmabman. Tepa rasvos chiqib yotibdi-ku. Hozir hammasini bir chekkadan qilib chiqishim kerak. Kim bo'lsa ham shu qarg'ardim-u, lekin qarg'ash yomonda. Mayli, so'kish ham yomon qizig'i. Nima desam, hammasi yomon. Yaxshi gapni o'zi yo'q hozir. Yaxshi gap bilan nima deyishim mumkin? Ajoyib ish qilib ketibdi demayman-ku, to'g'rimi? Yo, shunaqa desam bo'ladimi? Yo'q, bunaqa deb bo'lmaydi, chunki bunaqa ishni qilgan odamga qanaqasiga ajoyib ish qilibdi deyish mumkin, ha? Nimaga, qayerdan bunaqa deyish mumkin? Mana bu narsalarni o'rniga pullarimni joylab qo'yayin, chunki pullar yashirincha joyda turishi kerak iloji boricha. Bu narsalar mana bu ochiq shkafda ham turaveradi, farqi yo'q bu narsalarga, chunki bular hech qanaqangi qimmatbaho sirli narsalar emas. Mana bu kiyimni kiyib olsam, qaranglar, takoy bo'lib qolaman. Uchrashuvga chiqishim kerak, lekin qiz yo'q uchrashuvga birga chiqishga. Mayli, hozir tak yana o'sha buzuq qolgan joylarni ham to'g'irlab chiqsam, keyin garaj quramanmi, nimadir qilaman xullas. Hamma remontni bir chekkasidan qilib chiqaverish kerak. Mana bu ortiqcha blokni bu yerga qo'yib ketaman. Hozir birinchi janob medioniga borib kelay-da.